Assalomu alaykum hurmatli YouTube foydalanuvchilari. 4-sinf ana tili 13-mashq uyga vazifani ko'ramiz. 5-si ortiqcha o'yini. Berilgan so'zlarning ma'nosiga qarab ortiqchasini toping. Ulardan ikkitasini tanlab gap tuzing. Birinchisida ular, u, go'zal, siz, biz. Bu yerda ortiqcha so'z go'zal. Kishilik olmoshlari ichida sifat so'z turkumiga oid bo'lgan so'z kelyapti. Ikkinchi qatorda shu, men, kitob, siz, sen. Bu qatorda kitob so'zi ortiqcha. Nimaga? Chunki olmoshlar ichida ot so'z turkumiga oid bo'lgan so'z kelyapti. Shu. Bu ko'rsatish olmoshi hisoblanadi. Men kishilik olmoshi, siz kishilik olmoshi, sen ham kishilik olmoshi. Uchinchi qator. Ana u, kompyuter, sizlar, bu, u. Demak, bu yerdagi ortiqcha so'z albatta kompyuter so'zi. Kompyuter bu ot so'z turkumiga oid bo'lgan so'z. Qolganlari ana u ko'rsatish olmoshi, sizlar bu kishilik olmoshi, bu ko'rsatish olmoshi, u kishilik olmoshi hisoblanadi.